Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana shu ko'rib turgan mashinalarınız sotiladi. Inshaalloh nima deydi videoni ko'rishdan oldin like bosib, gumurlatib qo'llab-quvvatlab qo'ysalaringiz bu juda ham xursand bo'lar. Kimdadir agar reklamasi bo'lsa, nimasi bo'lsa, shu yerga nomerimni qo'yib o'taman, o'zimning shaxsiy nomerimni. Hadi birasizlar, reklamalaringizni qilib beraman. Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana shu ko'rib turgan Toyota'larning sotiladi. 98-yil. Dokument utilizatsiyalari yo'q. Mashin abad sostoyanida. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Mashinning juda ham zo'r. Kraska talab emas. Mana shu просто salma bo'lgan. Mashinning o'ziga gap yo'q. Shinali mashin, chotki mashin. Dokument utilizatsiya yo'q. Narxiga kelsak, narxi 17 ming so'm, yana muomalasi bor, garantiyli mashin. Xo'p, telefon qilib berasizlar. Shu yerga ekranga nomerlarini qo'yib o'tamiz egasining. Kelasizlar. Hey do'sti, jamoati Bissolagida Garovtida mashin bor. 4-kanalda mana ichkari salonlari, holatlari mashin. Motorni ham bir ko'rsatsangiz, motorni ham bir ko'rsatib berishimiz mumkin. Unda motorining holatlari, sostoyanasi juda ham abad sostoyanadi. Bunday masla basla jimay, kulturli mashin.